Sen vallahi işte. Sizlar adamlaringizga hasanat. Nomad aslida bu aytishga ham qiziqarli. sifatingni istizor oldim, ishqing ilkiga giriftor oldim. Buxon butkul Sulton Ali Mirzoning onasi Zuhro begimga qanday noinsoqlik qilganini bir eslaylik. Nahotki unga ishonib bo'lsa, Amirzoda, boshqa vaziyat bo'lganda bu nomani o'qishga ham qadar qilaveraylik. Lekin hozir joyimiz kursida turibdi. Men-ku yoshim yashab, oshim boshlaganman. 5 kun oldinmi, keyinmi, baribir ketadi. Lekin siz farzandimning farzandi, o'zingizning oqibati bo'lsangiz. to'g'ri, men ham bir kun bu olamdan o'tarmen. Ammo taqdir bo'lsa bir kun men ham bu olamdan o'tarmen. Nasib qilsa bu yoni biz yengib chiqarmiz. Taqdir deb o'zingizni o'tga tashlamaganingizda bizni ham o'ylang. Siz o'zingizni yo'qqa olsangiz bizni qilamiz. Umr yo'ldoshingiz oshadiganini qilamiz. To'g'ri, men kelganiga axir 2 kun bo'ldi. Meni bilasiz, ko'pni ko'rgan ayolman. Nomani keltirgan darvishni gapga soldim. Aytishlaricha Shayboniyxon hozirda begimga taksi ko'rib ochganmoqchi emish. Butun Samarqand ahliga afv umumga bermoqchi. Xonzoda begim unga ne dedilar? Amirzodam, Shayboniyxon Samarqandga ketishda oldi. Shunday bo'lsa-da, majburlab bo'lsa-da, niyatiga yetdi. Onajon, axir Xonzoda begim sizning ham jigarbandingiz-ku. Jigarbandingizni o'tga solurmizmi? Xudo mening boshimga shu kunlarni solguncha jonimni olsa bo'lmasmidi? Xonzoda begim mening to'ng'inchim, yolg'izligimni bildirmaydigan sirdoshim, mehribonim. Men undan qanday ayrilurmen? Ey Parvardigor, men shunday qizimni yog'inlar panjasiga qanday topshirurmen? Qanday? O'zingizni bosing qizim. Xonzoda begim sizdan ko'ra ancha aqlliroq. U boshimga tushmish bo'lgan to'fatni avvaldan bildi. Hurmat tutab axiyri ko'rdi. Xonzoda begim rozi bo'ldilar. Ha, amirzodam. Ishonmayman. Yo'q. Hozir Xonzoda begimni mening qarshimga chorlang. O'zim u bilan yakkama-yakka gaplashmoqchiman. Begim, siz Shayboniyxon taklifiga rozi bo'lgan emisiz? Shu rostmi? To'g'ri, men sizni noiloj holga solib qo'ydim. Mag'lub bo'ldim. Ammo men hali o'lganim yo'q. Meningiz hali o'lgani yo'q. Siz bobur, siz shohsiz. Lekin men yoshi 25 ga kirdi-yu, ammo sog'liqsiz. Siz Shayboniyxon taklifiga, uning nevaralik xonligiga shunday ko'naverdingizmi? Munosib bo'lmaganiga ko'ra, Nahotki siz ushda menga aytgan gaplaringiz esingizdan chiqqan bo'lsa, ko'nglingizga quloq soladigan bo'lsangiz, ammo buni o'zingizga ravo ko'rib chiqsa, birga tug'ilgan ekanmiz, birga ulug'miz. Tunda jangga boramiz. Bugun tunda. Meni bu taklifimni siz endi sifatida qabul qila olmasangiz,
buni shoh farmoni deydi.